Xullas, qo'shnilar mana shunaqa somoncha qilib toriladi va bunga soya, ozgina tuz solib, qolgan narsalarni tayyorlagunimizcha marinovka qilib olib qo'yamiz. Ozgina soyadan solib, bir so'y yumshab, tuzlari o'tadi. Endi qolgan narsalarni tayyorlaymiz. Endi shularni tayyorlab olamiz. Hammasini somoncha to'raymiz. Karomni alohida marinovat qilamiz va ko'ksini suvini ham tayyorlaymiz. Hozir uni ham ko'rsataman. %70% uksusdan 2-3 tomchi qo'shamiz. Tuz, shakar, endi mayda to'ralgan ukropimizni ham solib, bir dona chesnokimizni qoshiqdan chiqarib olamiz. Endi aralashtirib qo'yamiz. Xullas, shuncha narsani to'g'ri bo'ldim. Mana videoga olishda knopkani bosmayman. Mayli. Pomidor bodring somoncha to'raladi. Bitta dona tuxumdan oddiygina quymoq tayyorlab olamiz. Buni hamma biladi, uni ko'rsatib o'tirmayman. Orada xamirimizni tekshiramiz. Pishgan bo'lsa, bo'ldi, suvidan olamiz. Bo'lmasa bo'kib ketadi. Bu pishibdi mana. Mana bitta tuxumni atalab, ozgina yog' surilgan tavada quymoq qilib pishirib olamiz. Mana quymoqimiz ham pishib oldi. Buni ham somoncha qilib to'rab olamiz. Endi suvni tayyorlaymiz. 1 litr muzlikni solamiz. 1 choy qoshiq tuz, 5 osh qoshiq shakar, 1,5 osh qoshiq soya, 1 qoshiq solsang ham yetadi. Shunday yetadi. 1 choy qoshiqda koreyskiy tuz va 70% uksusimizdan 1 choy qoshiq ukrop, chesnok. Qirg'ichdan chiqarib olamiz. Mana ko'ksiylarimizni ham chiroyli qilib terib oldim kosalarga. Go'shtimizni ozgina yog' solib qovurib, 1 stakan suv bilan dimlab qo'ygan edim. Hammasidan solib, assorti qilib terib chiqdim. Endi suvdan solamiz. Bismillahirrohmanirrohim.